Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Pro Player kanali. Xo'sh, bugungi videomizda Brawl Stars ham bo'lmaydi, Mobile Legends ham bo'lmaydi, yoki Shorts ham bo'lmaydi. Bugungi videomizda Minecraft. Xullas, videoni boshladik. Sizlar kanalga obuna bo'lib, like tugmachasini bosib qo'yinglar va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yinglar. Bunga o'xshash qiziqarli videolarni o'tkazib olmaslik uchun. Xullas, boshladik. Tug'ilishim bilan mana shunaqa menimcha yangi qo'shilgan joy. Ko'rdim YouTube'da. Tug'ilishim bilan shunaqa joyda tug'ildim. Xo'p, nima bo'lsa ham bu daraxt olmaymiz. O'zimizdan обычный daraxtlarimizni ana boshlandi. O'zimizdan обычный daraxtlardan olamiz. Hozir mashtan turib suvga sakrash ekilyapmikin mana. Bo'ldi. Go. O'lmasmikin mana? Eshitcho, kimlar qolsin? Ana. Minecraftchermanda o'zim-a. O'yindan urib o'rganib ketganman. Xullas, mana bitta taktikam bor. Bu yerda qora daraxt ko'paygan, qora daraxt yig'amiz. Qaranglar. Ikkita olaman. Mana ikkita oldim. Bularni srazi taxtaga aylantirib olaman. Mana bitta yasaymanda. Qo'yib turib, chop bitta yasab, mana bunga. Bizish kerak ekan bu bitta yana. 3 ta ekanda, общий. Oppa. Bundan yasaymiz и безопасность uchun mana bundan yasab qo'yamiz. Xullas, mana taktikam shunaqa ketdi. Tapor bor. Bum, endi ketdi, tezroq bo'lamiz. Lekin shu bitta narsa ham menimcha qo'lda bizganimiz tezroqmidi? Chem почти bir xilday bularni ikkalovini menimcha bizishi deb o'ylayman har doim. Hop, hozirchaga 6, 7, 8, 3 12 ta. Hozirchaga mana shu bo'ladi. Shu 12 ta daraxtga taxta qilib tashlaymiz. 49 ta daraxt chiqdi. Endi stop. Endi chop yasaymiz edi. Kirka yasaymiz. Kirka. Ish qilib o'rganish qiyin. Endi menga toshli joy kerak mana. Mashlarda menimcha tosh bor. G'or yo'qmi bo'lmasa g'or? Oy. Yugurdik, menga tezroq. Uy. Tosh. Mana tosh. Menga tosh kerak, pechka yasashim kerak, ovqat pishirishim kerak. Hamma och ketdi. Ko'rgan bo'lsanglar, ikkitasi ketdi. Hop, uni yo'qotib sabr Ibrohim. Hop, kirkada tosh yig'ib olamiz. Menimcha bir blok yig'sam bo'ldi, 64 ta da. Yo'q, bir blokka menimcha bormaymiz, mana shu kirka singuncha qilaylik. Kirka menimcha bir blokka yetkiza olmaydi. Ungacha qornim anchagina ochadi. Menimcha ungacha kechqurun olib qo'ysa kerak.
Уже kirka ham ozgina qolibdi. Iloji boricha bu videoni o'zim ham yarim soatda Minecraftga nimalar qilishga ulguramiz degan videoni chiqarmoqchi edim. Nu, mayli, hech narsa qilmaydi. Hozir ham o'sha video haqida davom ettiraversak ham bo'ladi. Если что, 5 minut o'tdi уже. Qani ko'ramiz yarim soatgacha nimalarga ulguraman. Ana, sindi. 4 ta yetmadi, lekin 60 ta yig'ildi. Xo'p, endi menga kerak. Voy. Endi menga kerak ovqat. Ya'ni, go'sht. Endi biz endi tepada ovqat qidirib yuramiz. Stop. Sigir ovozini eshitdim. Xo'p, nima bo'lsa ham. Tezroq go'sht qidirish kerak. Go'sht mana qo'y. Qo'y. Go'sht ham beradi. Uxlashga karavot ham beradi. Qo'y yaxshi ko'raman-da. Xo'p. Mana ovqat. Steak qilamiz. Chiq. Xo'p, shu uyimdagilar sal shovqinroq. Manimcha eshitilayotgandir, ukalarim baqirishi. Xullas, nima bo'lsa ham. Stopdan chiqib ketaveradi. Oppa. Uy, o'laman hozir. O'laman. Voy, ana. Mana bo'ldi. Baba omadsizmanda. Iloji boricha keyingi videoyimni qo'rqinchliroq o'yin tayyorlab qo'yaman. Xudo xolasa o'sha qo'rqinchli o'yin ham bugun chiqadi. Yana bilmadim. Prosta Xudo xolasa deb qo'yaman, chunki uni ham prям videoga olib, shuna nima deydi? O'sha videoga olib qo'ysam, prям Wi-Fi ga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi. O'zi sekin загрузка bo'lib yotaveradi. Xo'p. Men endi o'sha yurgan yo'llarimni topganman. Yaxshi bu, yaxshi. Voy, tushib ketgan g'orimni topsam, undan ham yaxshi. Shu skeletda ham mazgida bo'ldi. Ortiqcha vaqt ketkazadi. Stop. Shu tarafda emasmi? Qatladan yurganimni eslolmayman. Bo'pti, nima bo'lsa ham yangi hayot boshlaymiz. Aytmoqchi. Ana qo'y. Menga nima kerak? Albatta, birinchi bo'lib taxta kerak. Boyagidek srazu taxta qurmoqchi edim. Mayli, mana shu bitta daraxtni taxtaga aylantirmasdan buzamiz demoqchi edim. Jim katta emasmi bu daraxt? Lekin hozir yana 60 ta aniq qilishim kerak. O'sha kirka singuncha taxta tosh yig'ishim kerak, taxtani kallasi bo'lsa. Tilimga o'rakishib qopti.
Keyin sizlarga videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangizlar, qanaqa qilib prям qayerdadir paydo bo'lib qolish yokida masalan boshqa narsa, masalan qanaqa qilib mana shunaqa payt vaqtni o'zgartirishni o'rgataman. Videoni oxirida ko'rib tursanglar bo'ldi. Bilsanglar agar hozir o'sha sekinlashib ketaman. Nega deyotgan bo'lsanglar, ko'rgan bo'lsanglar, o'sha och qoldim. Masalan, nega och qoldim deyapman? Go'sht kam. Mana bu yerdagi go'sht kam. Bo'k bo'laman boru. Bo'kib turibman, cho'kibdi vaqtidim. O'ldim. Uy, o'lmadim. O'lmaganim bu yaxshi. Bo'lmashda o'tiramiz. Ertalabgacha. Bo'ldi. Ana men xavfsizman. Endi ishlarni qilsam ham bo'ladi. 52 ta taxta chiqar ekan. 100 tadan shu bunaqa. Shu ukalarim yomanda kelib turib nima durlar deb ketadi ya. Hozir ham keldi, oyim chaqiryaptilar deydi. Xo'p, o'zim qilmoqchi edim. Oppa. Hop. Oppa. 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 Ana. Endi oppa. Yetadi shu narsalar hozirchaga. Endi mana bu so'rishim. Stop. Anaqa narsa esimamiz-ayu. Qani? Mana. Yo, to'xta. Bekor o'zi qilichchi ham yasabman-da. To'rtta yetib qolar. Toshlikdan yasash kerak deb bittada. O'shanisi zo'r. Qolgan narsa stop. Ertalabgacha endi toshani o'qib chiqamiz. Och qoldim. Ochlikdan ham o'lsa bo'ladi. O'n 14, 15, 17. Stop.
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 8, 29, 30, 31, 32, 33, stop. Если чё, значит, нам uyga solsa bo'larkan. 34, 30, stop. Nima bo'lib ketdi? Oltmishta qilish uchun hali ancha bor. Menimcha 60ta bo'lmaydi bu safar. Aytdim, 57ta bo'lar ekan. Ertalab bo'ldimi? Namuncha imillada. Men burada hozir yirik ishdan bo'laman. Ochlikdan emas, даже. Zombi keldi Mametdan. Demak, suvda suzadigan zombilar shunday nima kechqurun tashqariga chiqadimi? Vau. Lekin eng muhimi hozir tezroq ertalab bo'lishi. Menimcha yarim soatda uncha ko'p narsaga ulgurmasam kerak. Masalan, ko'rmaydigan narsalarim. Minecraft Shorts'da ko'rgan bo'lsanglar, nimadir qilib olmos, masalan, nimadir rangga qarolmayman. Mani niyatim olmos topish bilan tugaydi deydi-yu Shorts'li Minecraft'da, ruslar oladiganda ko'pincha. Xullas, o'shanaqa Minecraftga o'xshab, men ham yarim soatda nimadirga niyat qiluvdim, lekin o'xshamadi. Voy. Xullas o'rtoqlar, shu bilan videomiz tugadi. To'g'ri, yarim soat bo'lmadi, menimcha bir 20 minutcha bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, videoni tugatmasam bo'lmaydi. Chunki Minecraft menga maslahat berishgani uchun o'ynayapman hozir. Mana shu o'yinimni sizlar bilan baham ko'rgim keldi va shu videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Boya aytganimdek, oxirida sizlarga qanaqa qilib kun tunlarni o'zgartirish vaqtini ko'rsatmoqchi edim. Qaranglar. Masalan, hozir shunaqa vaqt to'g'rimi? Masalan, ertalab bo'lyapti. Mana chatga kirasizlar. Voy, выживание deb bo'lmas ekan. Qaranglar. Keyingi videolarda ko'rsaman bu narsani. Keyingi videoyim albatta kutib qolinglar. Menga podpiska bo'linglar, obuna bo'linglar, ya'ni obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, keyingi video chiqishi bilan ko'rib o'rganib olasizlar. Hammaga omad va salomatlik.